Al-Xorazm maktablarining bitta kamchiligi bor, bilasizlarmi? Juda ham zo'r o'quvchilardan natijalarni ko'rsatadi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsata olmaydi. Bugun biz Al-Xorazm maktabidagi o'quvchilardan natijalarni so'rab ko'ramiz. Ism, familiyangiz, darajangiz va qancha muddatda erishdingiz? Muhammad Ali va Diluza 5 oy davomida tayyorlanib, tarixdan C oldim, ona tilidan 9 oy tayyorlanib, C+ oldim. Madaminjonova Tirxon 6 oy davomida tayyorlanib, milliy sertifikatda C darajaga erishdim. Abdulxay Zabardek 6 oy davomida ona tili va matematikadan C+ darajaga erishdim. Dilmurod Amirulloh 5 oy davomida tarix fanidan tayyorlandim va A darajali sertifikatga qo'lga kiritdim. Abdullayev Abubakir 5 oy davomida fizikadan C oldim. Men Absalom Fakbarso 5 oy davomida matematika fanidan C+ natijasini qo'lga kiritdim. Yana o'quvchilarni qidirishda davom etamiz, ana topildi. Tojmuhamedova Sarinoz ona tili va adabiyot fanidan 9 oy mobaynida tahsil olib, C+ darajasiga erishdim. Ben Jo'raboy Muxolali 6 oy davomida matematika fanidan C+ natijasiga erishdim. Men Abduhamidov Mirjalol 9 oy tayyorlanib, B+ natijaga erishdim. Men Azimov Ahmadjon 1 oy tayyorlanib, matematika matbuidan C darajaga erishdim. Hozir Al-Xorazm xususiy maktablarining Rishton filialidagi natijalarimiz, albatta bu o'quvchilarimiz, barcha o'quvchilarimizning 5 dan 1 qismi bizda 200 dan ortiq, ya'ni o'quvchilarimiz milliy sertifikat imtihonlarida, qolaversa ingliz tilidan CEFR va IELTS imtihonlarida yuqori natijalar bilan imtihon topshirmasdan o'qishga qabul qilindi. Albatta sizlarning ham farzandlaringni mana shunday sifatli ta'limga tavsiya qilib qolaman.